quvvat maydonlari nima o'tsizmi? yer bilan ruhiy olamning o'rtasi ochiq, to'g'ridan to'g'ri duo ketadigan joy, portal deyiladi. Biza hozir ko'pchiligimiz baribir zaminiy, dunyoviy joyda yashaganimiz uchun jamiyat ichida manfiy musbatni zo'r bilasizlar. Bilib bilmay manfiyga kirib qolamiz. Kimlarni xafa qilib qo'yamiz, xafachilik manfiy, kimlarni g'azabga kiramiz, alamzadalik qilib qo'yamiz. Men tayyorlagan odamni kimdir olib qo'yibdi deymizda, bo'ldi, shu alamga kirdingizmi manfiy. Shuncha bir yildan beri men pishiruvdim, shunday tayyor bo'lgan odam olib qo'yibdim. Xuddi shunaqa manfiylar, qo'rquv, tushkunlik bo'ladi. Masalan, kamanda rivojlanmayapti deysizlar. Manfiylar nima qiladi? Bizani qora auramizga qora kiradi, teshiladi. Aura teshildi degani, hovlingizda devoringiz yiqilsa, ichki ham kiradi, mol ham kiradi, it ham kiradi, eshak ham kiradi, to'g'rimi? Xuddi shunday bizani auramiz teshildi degani, bo'ldi sizga qoralar, qora kuchlar bor, oq kuchlar bor, qora kuchlar. Qora kuchlar hujum qilishni boshlaydi. Bu degani siz kirlanasiz. Kirlangan odam muvaffaqiyatga chiqa olmaydi, o'sa olmaydi. Ruhaniyatga bog'lanmagan odam Allohdan uzilib qoldimi, rivoj bo'lmaydi. 3-chakrada yuraveradi. Harakat qiladi, to'g'ri, harakat qiladi, yuguradi, chopadi, nisbatan erishadi-da, tez, oson erishmaydi. Alloh bilan oson deymiz-ku. Alloh bilan oson kimga oson? Musbatlarga oson. Endi siz o'sha yerga borgan paytingiz sizni aurangiz top-toza bo'ladi. Chunki u yer quvvat maydoni, juda katta quvvat tushib turadi u yoqda. Va sizlarni auralaringizni tozalab, sizlarni poklanasizlar. Xuddi boya onalar tug'ilgan chaqaloqdek deganda bir martaga poklanasizlar. Keyin yana u davom etsa, mantiga kirsangiz balki yana kirlanaverasizlar. Lekin bir martaga o'sha yerda zo'r tozalanasizlar. Bugungi kunda dunyo bo'yicha avliyolarning 64% O'zbekistonda ekan. Ya'ni ziyoratgoh joylari, qabrlari, qaranglar, dunyo bo'yicha hisoblaylar 64% aynan O'zbekistonda. O'zbekistonning ham juda katta portallari bor. Shulardan bittasi Bahodir Naqshbandiy ziyoratgohi. 64% avliyo bizani yurtimizda degani, yerimiz O'zbekiston yeri nurlanib ketgan degani. Chunki avliyolar 100% musbatda bo'ladi, bilasizlar. Va u nurlanadi. O'sha odam nurlanib, yuzidan ham nur taraladi, uni butun tanasi nurlanib ketadi. Va u yerga ko'milgandan keyin o'sha atrof butunlay nurlanib, tozalanib turadi. Bahodir Naqshbandiy hazratlarini o'zi 80 kilometrgacha tozalaydi. 80 kilometrgacha nurlanadi. Endi bu degani Qarshidan Shahsabzgacha 80 kilometrmi? Deylik, shuncha joyda tozalab turadi. O'sha joyga siz qadamingiz bosilyaptimi, siz o'shanday darajada tozalanasiz. Bizning ustozimiz Hayitxon Qurbonova aytganman, o'sha 30 yilga yaqin farishtalardan dars olgan. U kishi Rossiyaga chaqirishgan u kishini va apparatga qo'llarini, kaftlarini tekshirgan. 1,5 millionta odamni tekshirgan payti faqatgina bitta o'zbeklardan qo'lini o'rtasidan oqtaydir deydi. Bu yaratuvchilik belgisi. Yaratuvchilik belgisi 8 burchak. 8 burchak chiqqan. Hamma millat tekshirgan. Faqat O'zbekistondan borganlarda chiqqan. Nima uchun? Chunki yerimiz nurlanib ketgan. Gerbariy, bloknotini ichidagi gerbariyni olib, uni ham tekshirtirgan qiziqib ustoz. Undan ham moviy nur taralib turgan. Keyin hayvonlarimiz mana qo'ydi juni bo'ladi-ku. Junda olib borib, junda ham tekshirtirgan, jun ham nurlanib ketgan. Mana Alloh degan qo'zilar chiqyapti, yozuvi bor. Bu degani bizani shunchalik yerimiz nurlanib ketganki, bu o't bulanimizgacha, hayvonlarimizgacha, shu o'tni yeydimi hayvon, hammasi nurlanadi. Bu degani bizani o'zimiz ham nihoyatda shunaqa baxtiyormiz. Allohga shukr, bizani mana shu O'zbekistonda tug'ilib qo'yganiga-da. O'sha manfiy musbat degan payt so'ziga e'tibor berganman-da. Man degan payt man egoda manfiy. Musbat degan so'zga e'tibor berganman. Musulmon. Siz musbatga o'tsangiz musulmonsiz. O'zbekistonda yashaganingiz bilan siz manfiyda yuribsizmi? Musulmonman deb Allohga shukr musulmonman deb xursand bo'lishingiz mumkin, lekin bu musulmonlikka kirmaydi. Buni Alloh biladi. Musulmonmisiz, musulmon emasmisiz? U boyaga kalima qaytarib
olmaydi. O'sha musbatga o'tgan odam musulmon bo'ladi. Shu o'sha fikr oqimi kelib o'shani anglab qolganda, ey Xudoyim, qanday chiroyli narsa anglating deganman. Shunaqa bizlar juda zo'r joydamiz. Ustozni umrlari uzoq bo'lsin ustozlarni. Allohim mana shu Yulduz ustozga ham ehsonlarini qabul qilsin. Butun komandamiz bilan mana bugun o'tgan yilimizda bir avtobus bo'lib keldik Chamandada. Mana hozir 2 avtobus bo'ldi. Nasib bo'lsa yana keyin 2 karra ko'payib, 4-5 avtobus bo'lib mana shunday ziyoratlarga kelish nasib qilsin. Hammalaringizga Dubay sayohatini yutish nasib qilsin. Yo'limiz bexatar bo'lsin, eson-omon yetib olaylik. Shotirimizga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Hammalaringizni ziyoratlaringiz qabul bo'lsin.